jannatga olib boradigan yo'l bitta emas. Juda ko'p. Hatto ulamolar aytadilarki, tasavvuf mashoyixlarning ajoyib gaplari bor. Allohga olib boradigan yo'llar Alloh tomon yurgan insonlarning adadichadir. Ko'ring. Allohga olib boradigan yo'l Alloh tomon yurgan odamlarning adadicha. Har bitta odamga alohida yo'l bo'lishi mumkin. Siz masalan shar'iy ilmlar tomonidan borish osonroqmi desangiz, u amalga bog'liq. Kimdir shar'iy ilmlarni egallaydi, mumkin halokatga ketib qolish mumkin, Alloh asrasin. Kimdir shar'iy ilmlarni egallamagan, lekin Alloh uni qalbiga shunday muhabbat solganki, u eng ulug' darajalarda bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi bir kishilar umuman amal qilmasdan Allohga yetishib qolgan. Qanaqa desa, bir jangda bir sahobiy kelib, "Ey Allohning rasuli, agar men shu jangda siz bilan jang qilib o'ldirilsam, jannatga kiramanmi?" "Ha, shunday bo'ladi. Iymon keltirdim bo'lmasam" dedi, iymon keltirdi, kirdi, o'ldi, shahid bo'ldi. Rasululloh akam alayhisalom aytdilar, bitta ham amal qilmasdan jannatga to'g'ri ketdi. Mumkin.